هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Şuara tefsiri 52. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlığa İbn-i Kethir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Şuara suresi 52. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Biz Musa'ga keçide bendilerimni, yani İsrail avladını ilip atlangın. Sizler elbette qoğlını sizler. Yani Fir'aun öz kavmi bilen sizlerini qoğlap çıkıdı dep vahiy kıldık. Fir'aun şehirlerge asker topluğucularını evetti. Fir'aun etti ki, bu kişiler hakikaten bir uçum adamlardır. Ula hakikaten bizning açığımızını keltirip koydu. Biz hakikaten ihtiyatçan cemaatimiz. Biz ulanı, yani Fir'aun bilen onun kavmini bağladın, bulakladın, hazinelerden ve esil turalgıdan ayrı ettik. Şundak kılıp ulanı İsrail avladığı miras kılıp verdik. İsrail avladının Mısır'dan çıkıp gidişi doğrusida. Musa aleyhisselam Mısır'da xeyli uzun bir mezgilgacha turdi. Musa aleyhisselam Mısır'da turgan şu vaqtlarda Fir'aun ve onun adamlarga Allah Teala'nın hüccet paketlerini keltirdi. Ular şu hüccet paketlerinin aldıdımı yanıla çoğunluk ve tarsalık kıldı. Şuna ular fakat azap ve cezaga layık oldu. Şuna Allah Teala Musa aleyhisselamını İsrail avladını ilip keçide Mısır'dan çıkıp getişke ve özü taraftan qayerga ilip berişki buyurulsa ulanı şu yerge ilip berişki buyurdu. Musa aleyhisselam Rabbi buyurgan işini kıldı. İsrail avladı Fir'aun'un kavminden nurgunluğun zibu zinnetlerini ariyet ilip boğandın keyin Musa aleyhisselam ulanı ilip çıkıp gitti. Köplegen tefsir şunas alimlar Musa aleyhisselamның İsrail avladını Mısır'dan ilip çıkıp ketken vakit ay tutkan vakt idi dedi. Ama Mücahit o keçisi ay tutulup kalgan idi dedi. Doğrusunu bilgici Allah Teala'dır. Musa aleyhisselam Yusuf aleyhisselamның kabrisinin qayerda ekanligini so'raganda İsrail avladı kavmidan bo'lgan bir qeri ayol uningga qabrining o'rnini ko'rsatib berdi. Musa aleyhisselam tavutni İsrail avlodi bilan birga ko'tardi. Bazı rivayette tabutni Musa aleyhisselam özüyle götürgen deb bayon qilindi. Yusuf aleyhisselam vafotidan burun eğer İsrail avladı Mısır'dan çıkıp ketsa, özünün tavutini özleri bilen birga elip çıkıp ketishga vasiyat qilgan ekan. Ertesi tang atganda şehirde İsrail avladıdan bir adamның qanmaganligi ko'rgan Fir'aun bir adamның qanmaganligini ko'rgan Fir'aun nihoyat açıqlandı. Allah Teala'nın Fir'aun'u halak kılıştan ibaret hüküm boğanlık için Fir'aun'un İsrail avladığı boğan kat gazibi onu asker toplap geliş için barlık atarmen çaparmenlerini tızla şehirge evetişki sebepçi oldu ve ulanın içinde munulanı ilan kıldı. Bu kişiler hakikaten bir uçum adamlardır. Yani azgını kişilerdir.
ular haqiqatan bizning ochchig'imizni keltirib qo'ydi. Ya'ni ular doim bizning ochchig'imizni keltirib qo'ydi. Biz haqiqatan ehtiyotchan jamoamiz. Ya'ni biz har qanday chaqda ularning yomonliklaridan ehtiyot qilib turishimiz lozimdir. Bir turkum salaf olimlari bu oyatni boshqa bir qiroat bilan o'qib, bu oyatning ma'nosi haqida Fir'aun biz qurollangan kishilardirmiz. Men ularning asli vaslini qo'ymay yo'qotmoqchiman degan edi. Lekin Isroil avlodiga yurgizmoqchi bo'lgan jazo bilan o'zi va askarlari jazolandi deganlik bo'ladi deydi. Biz ularni, ya'ni Fir'aun bilan uning qavmini bog'lardan, buloqlardan, xazinalardan va esil turalg'ulardan ayirib etdik. Ya'ni ular mushu ne'matlardan ayrilib jahannamga kirdi. Ular shu esil turalg'ularni, bog'i bo'stonlarni, daryolarni, mol dunyolarni, rizqlarni, podshohlikni va katta shon shuhratlarni dunyoda qoldirib ketdi. Shunda qilib ularni Isroil avlodiga miras qilib berdik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni Isroil avlodini biz barakatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. Isroil avlodi sabr qilganliklar uchun Rabbingning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'aun ve onun kavminin salganları, yani imaretlerini ve sağanlarını, yasağanlarını, yani bağları ve ekinzarlıklarını vayran kıldık. Biz Mısır zamanında bozak kılınganlarga merhamet kılışını irade kılımız. Ulanı yol başçılardan kılışını, ulanı Fir'aun ve onun kavminin mülki varis kılışını irade kılımız. Ularni Misr zaminda kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Fir'aunga, vaziri Hamonga va ularning qo'shiniga ular, ya'ni bo'zaq qilinganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Isroil avlodini Misrga hukmron qilishni ko'rsatamiz. Ular, ya'ni Fir'aun bilan uning qo'shini ularni kun chiqqan chog'da qo'g'lab chiqdi. İki top, ya'ni Fir'aun topi bilan Musa alayhisalomning topi bir-birini ko'rib turishgan chog'da Musaning odamlari. Ular, ya'ni Fir'aun bilan qo'shini bizga cho'qim yetishib oladigan bo'ldi dedi. Musa aytdi: "Undaq bo'lmaydi. Ya'ni hargiz yetisha olmaydi. Rabbim hakikaten men bilen billah. Meni qutuldirish yo'liga boshlaydi. Meni qutulish yo'liga boshlaydi." Biz Musaga Hasan bilan daryoga o'g'in deb vahiy qildik. Musa hassi bilan urib edi, daryo yerildi. Har bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. İkinci bir guruhning bu yerga yaqinlashtirdi. İkinci bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Fir'aun bilan qo'shinni Isroil avlodining oqisidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning amrohlarini butunlay qutqizdik. Ondan ikinci guruhni, ya'ni Fir'aun bilan qavmini g'arq qildik. Buningda, ya'ni Fir'aun bilan uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etuvchi bo'lmadi. Senin Rabbin hakikaten g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Fir'aunning Isroil avlodining keyindan qo'g'ilishi, Fir'aun va uning qavmining suvga cho'ktirilishi to'g'risida. Nurg'unlagan tafsir shunaslar, Fir'aun boshliqlar, vazirlar, kattalar, peshqadamlar va askarlardan iborat shu chog'dagi Misr davlatining yuqori tabaqadagi kishilardan tarkib topgan zo'r ko'lamdagi nihoyat cho'ng qo'shinning ichida ularni qo'g'lab chiqdi deydi.
Ular, ya'ni Fir'avn bilan uning qo'shini ularni kun chiqqan chaqda qo'g'lab chiqdi. Ya'ni Fir'avn odamlar bilan ularga kun chiqqanda yetishib oldi. İki top, ya'ni Fir'avn topi bilan Musa alayhisalomning topi bir-birini ko'rib turishgan chaqda Musaning odamlari ular, ya'ni Fir'avn bilan qo'shini bizga cho'qim yetishib oldigan bo'ldi dedi. Ularning mundaq deyishidagi sabab ular yurib Qulzum dengizining qirg'iga berib qolgan edi. Ularning oldida dengiz bo'lib, orqasidan Fir'avn askarlari bilan yetishib olayli degan edi. Shunga ular mundaq dedi. Ular, ya'ni Fir'avn bilan qo'shini bizga cho'qim yetishib oladigan bo'ldi. Musa aytdi. Undaq bo'lmaydi. Ya'ni hergiz yetişelmeydi. Rabbim hakikaten men bilen billa meni qutuluş yoluga başlaydı. Ya'ni sizlar endish qilgan narsadan kichikkinami yuz bermaydi. Chunki menga sizlarni mushu yerdan elib mengishga buyurgan zot Alloh taoladir. Alloh taolo va'dasi ixloflik qilmaydi. Harun alayhissalom bilan Yushay ibn Nun topning beshida edi. Musa alayhissalom bilan Fir'avnning oila tavobaatidan iymon etgan kishi topning orqasida edi. Nurg'unlagan tafsirshunoslar ular nima qilishlarini bilinmay gangrab qilishdi. Yushay ibn Nun yoki Fir'avnning oila tavobasidan iymon etgan kishi Musa alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, Rabbing seni mushu yerda mengishingga buyurganmi?" dedi. Musa alayhissalom: "Ha" dedi. Fir'avn askarlari bilan ularga bag'ancha yaqinlashib kelyotdi. Arliqda faqat ozgina musofa qolgan edi. Bir vaqtida Alloh taolo payg'ambar Musa alayhissalomni hassisi bilan dengizni urishga buyurdi. Musa alayhissalom dengizni hassisi bilan urdi va Alloh taoloning izni bilan yerilg'in dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Biz Musaga Hasan bilan daryoga o'g'in deb vahiy qildik." Musa hassisi bilan urdi, daryo yerildi. Her bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. Cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. İbn Abbas dengiz İsrail avlodining her bir qabilasiga bir yo'ldan bo'lib jami 12 yo'lga bo'lindi dedi. Suddi İbn Abbasning bu so'ziga dengizning ustiga echilgan bu yo'lda ularning bir-birini ko'rib mengishi uchun derizlar echildi. Su to'xtagan yerida xuddi tog'dekli bo'lib turdi deganliklarini qo'shib qo'ydi. Alloh taolo dengizning yuziga shamolni avatdi-da, shamol dengizning yuzini sipab o'tib ketdi. Shuning bilan dengizning yuzi yer yuzidek quruq holatga keldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Biz shak shubhisiz Musaga vahiy qildikki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan elib chiqib ket. Sen Hasanni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l ichib bergin. Fir'avnning orqangdan qo'g'lab yetishib olishidan qo'rqmagan. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagan. İkinci bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Fir'avn bilan qo'shinini İsrail avlodining orqasidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning amrohlarini butunlay qutqizdik. Ondan ikinci guruhni, ya'ni Fir'avn bilan qavmini g'arq qildik. Ya'ni biz Musa alayhissalom İsrail avlodi va ularning diniga ergashgan kishilarning ichidan birsinimi suvda halok qilib o'tmay qutuldirdik. Ammo Fir'avn va uning askarlarini bo'lsa bir nima qo'ymay suvda halok qildik. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Bunun da ya'ni Fir'avn bilan uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ya'ni mushu qissada uningda yuz bergan ajoyib ishlarda va Alloh taolaning mu'min bandalariga qilgan yordamlarida
Allah Taala'nın barlığına ve Musa Aleyhisselam'ın peygamber ekanligiga elbette keskin delil ispatlar ve kattın hikmetler vardır. Ularning to'lisi iman etkichi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Bu oyatning tafsiri bu suraning 5'ida bayon qilinib o'tildi. Ularga İbrahimning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilsizlar dedi. Ular butlarga ibodat qilamiz, bu ibodatni davomlashtiramiz deyishdi. İbrahim aytdi: Duo qilgan chig'inglarda ular duoyinglarni anglamdi, yo sizlarga foyda yetkazarlamdi, yo ziyon yetkazarlamdi. Ular aytdi: Undaq emas, ota-bobolarimizning shunday qilganligini bayqidik. İbrahim aytdi: Aytib beqinglarchu, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodlaringlarning ibodat qilgan nima? Ular, ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning Robbi mening Robbimdir. Allah Taala'nın dostu bo'lgan İbrahim Aleyhisselam'ның şirkni tashlashga qilgan vaz nasihati to'g'risida. Bu Allah Taala'nın o'zining bandisi, payg'ambari, do'sti va haq tarafdorlarining yo'l boshlamchisi bo'lgan İbrahim Aleyhisselam to'g'risida bergan xabardir. Allah Taala payg'ambari Muhammad Aleyhisselam'ni onun ümmetining ixlos qilishi, hamma ishni Allah Taalaga topshirishi, shirk yo'q bir Allah Taalaga ibodat qilishi, shirkdan va mushriklardan ado juda bo'lish ishlarida İbrahim Aleyhisselam'ni o'zlariga ulgu qilishlari uchun İbrahim Aleyhisselam'ning bu xabarini ularga so'zlab berishga buyurdi. Chunki Allah Taala İbrahim Aleyhisselam'a kichik vaqtidan boshlab hidoyat ato qilgan bo'lib, o'smirlik chig'idilar shu vaqtidan tortib qavmining Allah Taalaga qo'shib butlarni ibodat qilishini ayiblaydi. Allah Taala İbrahim Aleyhisselam'ning xabarini bayon qilib mundaq dedi: O'z vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilsizlar dedi. Ya'ni sizlarning cho'qinayotgan bu narsanglar zodi nima? Ular butlarga ibodat qilamiz, bu ibodatni davomlashtiramiz deyishdi. Ya'ni biz butlarga ibodat qilamiz va ularga duo qilib turamiz. İbrahim aytdi: Duo qilgan chig'inglarda ular duoyinglarni anglamdi, yo sizlarga foyda yetkazarlamdi, yo ziyon yetkazarlamdi. Ular aytdi: Undaq emas, ota-bobolarimizning shunday qilganligini bayqidik. Ya'ni ular butlarının hiç iş qilolmaydiganligini, ular faqat ota-bobolarining shunday qilganligini ko'rganligi uchunla o'zlarining ularning izlaridan paloqlashib mangadiganligini e'tirof qilishdi. Bu vaqtida İbrahim Aleyhisselam ularga mundaq dedi: Aytib beqinglarchu, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodlaringlarning ibodat qilgan nima? Ular, ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning Robbi mening Robbimdir. Ya'ni agar bu butlarning qo'lidan bir ish kelsa, menga yomonlik qilsin. Chunki men ularning dushmani. Men ularga parvo qilmayman va ular to'g'risida o'ylabmi qo'ymayman. Subhanalloh. Allah Taala Nuh Aleyhisselam'ның mu şundaq deganligidan xabar berib mundaq dedi: Men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim. Sizlarga parvo qilmayman. Sizlar butlaringlar bilan birlikda meni qasdlaydigan ishlaringlarni qaror qilaveringlar. Ishinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qasdlaydigan ishinglar oshkora bo'lsin. Ondan meni birdammi kechiktirmay mening haqqimda xoliqinglarni ijro qilaveringlar. La havla va la quvvata illa billah.
Allah Teala Hud aleyhisselamның degenlerden haber verip mındaq dedi. Biz fakat seni bazı ilahlarımız saran kılıp koyuptu deymiz. Hud etti. Men hakikaten Allah'ını guvah kılımen. Silemi guvah bolunla ki men silenin Allah'ını koyup şirik keltirgen butlarınlardan ada judamen. Hemminla man suikast kılınla. Man möhlet behmenla. Şübhisiz ki menin Rabbim ve silenin Rabbinla boğan Allah'a men tevekkül kıldım. Allah'ın başquruşida bolmagan birmi mahluk yoktur. Rabbim hakikaten doğru yoldudur. Yani adil bolup hiç kişiye kılçı zulüm kılmaydı. İbrahim aleyhisselam şuladek kavminin ilahlarından ada juda boğanlıqını jakalap mındaq dedi. Allah'ın şirki buluş hakkında Allah sizlarga hiç qandaq delil tushirmagan. Butlani Allah'a şirik keltirishdan qo'rqmamsizlar? Qo'rqmayvatsanglar. Allah'ın şirki buluş hakkında Allah sizlarga hiç qandaq delil tushirmagan butlani Allah şirik keltirishdan qo'rqmayvatsanglar. Sizlarning şirik keltirgan butlaringlardan men qandaqmi qo'rqatdim? İbrahim ve onun bilen birga bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan obdan namunidir. Öz vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan ve sizlar Allah'ını koyup ibadet kılıvatkan butlarınlardan ada judamiz. Bizning aramızdaki adavet ve öçmenlik ta ki sizlar yalğız bir Allah'a iman etqininglar kadar ebedi saqlanıp qalıdı dedi. Öz vaqtida İbrahim atısıga ve qavmiga etdi. Sizlar çoqunuvatgan butlardan men rastlı ada judaman. Fakat meni yaratgan Allah meni to'g'ri yo'lga başlaydı. İbrahim kelime tevhidni evladıdan şirik keltirganlar imanga qaytsin deb evladı ichida qoldirib ketdi. Yani la ilahe illallah ni qoldirib ketdi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Sure Şuara tefsirinden 77. ayetgacha angladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.